Good. Andaqda sağlaşlar. Bugün mühim noktamız nima? What make is it? Shunami? What make is it? Demekçi onun markası nima? Shunami? Onun markası nima? Ona qarab baxsaq, mesela birinchisi nima desang, it is a Volvo. Okay? U bo'lsa bir Volvo. Demekçi Volvo markalı mashina, shunami? O nima mashinasi bolalar? It is a Swedish car. Okay? It is Swedish car. It is a Toyota. It is a Japanese car. It is a Japanese car. It's a Peugeot, sorry. A Peugeot. It's a French car. What about it's a Mercedes? It is a German car. It is a German car. All right. Ansağlaşlar, anladım şu meşk dersimizge meşkler qarabağlar. Mağabir ülgü misalda Stella is a student. Stella bo'lsa bir o'quvchi. Tushunami? Endi bu yerga to'shqizligimiz she endi bu yerga she'ning o'rni bekor berilgan. She isn't German, she is Spanish. Stella bo'lsa bir o'quvchi, u germaniylik emas, u ispaniylik. Ispaniylik. Anaqa. Mana qarab baqinglar. Mana nimda to'shqilamiz masalan Alice is a student. Alice bo'lsa bir o'quvchi. U germaniylik emas, u fransiyalik. Endi bu yerga Alice deganimiz qizchaq. Qizchaq bo'lgandan buni olmishadigan u qaysi desanglar she, shunami? Shunga birinchisi nima? She isn't German, she is French. U bo'lsa fransiyalik. Good. And the next one is, this is her car. Okay, bu bo'lsa uning mashinasi. Bo'lsa French car. U bo'lsa French car. Demakki, endi bu yerga mashinaning o'rniga nima olmishdi savodashlar? Yaxshi. Nima? It. Good. Endi bu yerga it olmishdan. It is a French car. U bo'lsa bir Fransiyaning mashinasi. U bo'lsa bir Fransiyaning mashinasi. Okay. Next one is Hans is a student. Isn't French, is German dedi. Hence degan o'g'il bolaning ismi, action ismi. Shunga nima desanglar, he ishlatdilar. She isn't French, she is German. O fransiyalik emas, o germaniyalik. Germaniyalik. Endi savolashda, o'sha o'rni ishlatib qanday desanglar, o'sha savol yasaydigan ish bor. Masalan, is she a French student or an English student? O fransiyalik o'quvchimi yoki angliyalik o'quvchimi? Okay, endi qaranglar, worker or teacher? Worker or teacher. Endi shuni so'rab qo'yinglar. U bir ishchimi yoki o'qituvchimi? Deymiz bu ishni. Okay. Masalan, o'rasini qarasanglar, u odam nima ekan? O'qituvchi ekan, shuni o'tadi. Demakchi, mushdan kelgan nima desam, is he a worker or a teacher? O o'qituvchimi yoki ishchimi? Shunami desam, he isn't a worker, he is a teacher. O ishchi emas, u bo'lsa bir o'qituvchi. U bo'lsa bir o'qituvchi. Demak, endi mishada ashunga birsi inkor qilgani qanday qildik savolashda? Notni qatib qo'ydik. Notni BP'ni orqaga qatsak nima desanglar? Masalan, is not bo'lsa isn't, are not bo'lsa aren't. Are not. Okay. Xo'sh, hamsa mana qaranglar, Chinese teacher or Japanese teacher. Okay. Hamsa buni so'rgan nima desanglar? Is she a Chinese teacher or a Japanese teacher? U junguluq o'qituvchimi yoki bir yaponiyalik o'qituvchimi? Okay, misharga or deganimiz nima desanglar? Yoki. Okay. Masalan, u junguluq emas bo'lsa, she isn't a Chinese teacher. She is a Japanese teacher. She is Japanese teacher. For example, this is a Toyota. Okay, Toyota. Amsa o Koreaning mashinasimi yoki Yaponiyaning mashinasimi? Is it a Korean car or a Japanese car? Okay, o Koreaning mashinasimi yoki Yaponiyangmi? Bilasizlar Toyota'ning bola. Nima? It isn't
Korean car. It is Japanese car. Okay, it is Japanese car. Demekçe o bolsa bir Yaponiyanın maşinası. O hergizmin maşinası emas. Koreyanın maşinası. Now what about this? You know, this is a Mini. Okay, Mini is English car. And this also is it an English car or an American car? And the miyari enden için koyduk desenla. Şu iyi bilen suzuk tavşarıp. Suzuk tavşarıp bilen başlanan sözlerini aldık esen end keledi. Mesela it is an American car. It is an English car. Bu demek it isn't an American car. O bolsa Amerikan maşinası emas. Okay, it is an English car. Okay, what about this Peugeot? Okay, you know Peugeot, is it a French car or German car? It isn't German car, it is a French car. O Germaniyanın maşinası emas, belki nana maşinası bola Peugeot degen Fransiyanın maşinası. Demek sizler işlegen maşina işlsanlı buldu. Canolma? Okay, what about this? This is a Volvo. Bu bolsa bir Volvo maşinası. Hani soğuğan dediğimden sorayımız valla. Berilgende anda Şvetsiyanın maşinası mı yak Fransiya'nın maşinası ama is it maşinlar almışsın ama Swedish car or a French car? O Şvetsiyanın maşinası mı ya ki bir Fransiya'nın maşinası mı? Bilirsinizler, neyin maşinası emas bu? Fransiya'nın emas ama it isn't a French car, it is a Swedish car. Okay, o Fransiya'nın maşinası emas, belki o neyin maşinası? Şvetsiyanın maşinası. Okay. Endi sağolishlar, ama shu bugungi mashqning asosan tugabdi. Bo'lsa, qanday desanglar, shu qolgan bir narsani o'zga qilib hamda shuningda ishlab berdik, hammani ishlab berdik. Bo'lsa, o'zingizlar bir qalam tayyorlab, ashuni to'liq bir ishlab berganlar. Ashuni qancha yaxshi ishlasanglar, shu sizlarniki mushtarisini tushunish nimalar shuncha yaxshi ashirgan gap. Okay. Shunga bugungi darsimiz shunaqa bo'lsin. Endi topshiriq nima desanglar, bu so'zlarni 20 qadamdan ko'chirishlar. Onun nima taq darsini tekstini yodlaysizlar. Onun maniki oxirgi qilib qolgan mashq bor. Ya'ni bir tafsiliy o'zingizlar bir ishlanglar. Agar shu o'zingizlarga oid aniq bir nima qilolmasanglar, bizniki undidar salonni qetib olib, bizning undidar salonimiz qancha desanglar, g'oya biz G H A Y E g'oya shunama biz deganimiz B I Z. Mushu g'oya bizga salonni qetib olib, shuningga uchir avatsanglar, biz sizlarga qanoatlanarlik javob berib beramiz. Ana? Bo'ldi. That's all for today. See you next time. Goodbye.